Qancha bo'ldi aka? 45 milyon 500 ming so'm bo'libdi. Barakasini bersin. Ikkilasi. Ikkitasi 45,5 bo'libdi. Mashalloh. Qola qoralar, chiroylilardan, o'ta sifatli variantlaridan. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Taglari oq yelin, 4 dona, rosa sigir variant, sigir qiladigan variant. Bunisi ham o'ta sifatli ekan akalar. Bizdan ko'rib baho berasizlar. Bo'ylari 1.25 atrofida, 1.30 ga borib qoladi. Taglari oq yelin ekan, 4 donagina, rosa sigir bor. Akalar bu semental sigirlar o'ta sutdor bo'ladi, sut yo'nalishdagi munojilar bo'ladi. To'liq ma'lumotdan olamiz hozir. Bo'ylari 1.5 atrofida. Bozorlar qizg'in akalar. Kasalliklarimiz xudo xolasa tarqab qolgan shakilda. Hammaga assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasida joylashgan chorva bozoridamiz. 22-mart haftaning yakshanba kuni dam olish kuni barchalarga maroqli o'tsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videomiz avvalidan akalar bir donagina like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, siz biz kirgizib borayotgan videolarda birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib ketishlarini so'rayman. Albatta aka-ukalar, sizlarni podpishkalang bilan biz sizlar uchun beminat xizmatdamiz. Xunojin narxlarini sizlarga qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni beramiz. Realniy savdolardan, chiroylilaridan sizlarga tavsiya qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Qadrli obunachilar, xunojinchamiz savdo bo'lyapti. Bo'ylari 95 atrofida. Chiroylisidan. Qayga chiqarish. Qancha qilyapti aka buni? 7 million 700 ming savdo bo'lyapti mana. Realniy savdolaridan. Qadrli obunachilar, Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Yana sizdan qarang. 8 mo'ljalsa 100 ming kam mo'ljal. Barakasini bersin. 7 million 700 ming savdo bo'lyapti. Qadrli obunachilar, qaysi bir savdo bo'lyapti aka? 9 million 200 ming so'm savdo qilibdi harigisini. 10,5 beram dedim, bo'ldi dedi. Bitta gapni gapirib. Bunisi 10 million so'm qilyapti. Ya, men uncham. Ajoba gapirib turaman, men qarang. 30 so'm beram deyapti. To'qqizga rozi bo'lib jindek o'tib berib, hop 9ga bering, mana xursandchilik bilan ko'rsa 9 million savdo bo'lyapti aka-ukalar, mana shunisi. Barakasini bersin. ana hojiba, men sizga qarang. 5 million bo'ladi, 4 million bo'ladi, beraman hozir. Qolganini bir hafta qilib beraman. Bunaqa sharoit yo'q. Yo'q, meni chekpetdagi kelgan mollar bo'ladi. O mahallan mollar, dehqon mollar. Xolos buni? Sotildimi bunisi? Sotildi. Qanchaga? Ha, 10 million 500 mingga baraka bo'lsin. Barakasini bersin. 10 million 500 ming. Chiroyli mollar ekan. Xo'p, mana aka-ukalar, navbatdagi xunojinimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Baraka bo'lgan joyidan. Sotilibdi mana xunojinimiz. Taglari oq yelin olay ekan tagi. Qancha bo'ldi jiyan bu? 16 million so'mga baraka bo'pti. Bo'ylari 1.5 atrofida, barakasini bersin. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Navbatdagilarga o'tamiz. Taglari oq yelin ekan bular. Bo'ylari 1.15-20 atrofida. Aka, bular 1 yoshlar atrofidami? Yo kuragi yo'q bularda? Qisir variantidan. Nech pul aka jupiga? 20 million so'mdan baho yetishyapti ekan. Qancha qildi bozor? 30 million qilyapti. 15 tana 30 million so'm qilishibdi. Bunisi ham yaxshi narsa ekan. Yo'q aka. O'zdan ko'rasizlar, chiroyli narsalar. Aka, nomer qoldiraymi? 99lik 030 68 94 nomerga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab besplatni. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, sementala aka bu.
Semental urug' qo'yilgan ekanda, gibrid variantidan. Taglari oq yelin ekan, 4 donagina, rosa sigir bop. Akalar, bu semental sigirlar o'ta sutdor bo'ladi, sut yo'nalishdagi xonajillar bo'ladi. To'liq ma'lumotlarni olamiz hozir. Bo'ylari 1.5 atrofida. Rosa sutga to'ygan variant ekan. Qadrli obunachilar. Bu narxini aytaylik endi. 21. 21 million so'm kami bor ekan, gibrid xonajilimiz. Bo'ybaslar kelishgan, sutga to'ygan variantidan. Qanchaga bordi aka? Savdosi qanchaga bordi? 18 million so'mga bordi. Zo'r, chiroyli ekan. Boqqanga rahmat, shunchalik qolib chiqqanga. Aka, nomer aytib ketaylik ishqibozlarga. 99lik 120 120 1990. 1990 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi ola-qora cho'rni piyostra xonajillarimiz. Bo'ylari 1.5 atrofida, taglari ham mana oq yelin, oppoq. Chiroyli variantlardan. Aka, narx qanchadan bulardi? Savdo qilyapsizmi? Ikkalasini 16 million so'mdan qo'yiq suyuqga savdo bo'lyapti. Bering aka, yaxshi pul bo'pti. $16 million so'mdan savdo bo'lyapti. Barakasi bo'lsin, yangi Qo'rg'on chorva bozorida. Qadrli tomoshabinlar, ozgina jiddiylashamiz kattaroq variantlaridan. Bo'ylari 1.25 atrofida. Rossiyskiy parodasidan 30 million so'mdan baho etishyapti ekan. Aka, yoshlari qanaqa bulardi? Yoshga borga yo'qda. 1.5 yashar atrofida. Qisir aka bular, ha? O'z ichida yurgan Qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Orqa taraflaridan ko'rsatamiz. Lekin mollar o'ta gigant mollar, katta mollar ekan. Taglari ham zo'r, 4 donadan. Chiroyli. Bozor qancha qildi aka? 52 million so'mgacha. Jupini 26 million so'mdan bo'ladi akalar. Nomerlar qoldirib ketamiz, ishqibozlar aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Aka, nomer aytib ketaylik. 91lik 694 1686 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Qadrli obunachilar, ola-qoralar, chiroylilardan, o'ta sifatli variantlaridan yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Taglari oq yelin, 4 dona, rosa sigir variant, sigir qiladigan variant. Bunisi ham o'ta sifatli ekan akalar. Bizdan ko'rib baho berasizlar. Bo'ylari 1.25 atrofida, 1.30 ga borib qoladi. Xonajin. Shular ma'lumotlarini egalaridan olamiz to'liq. Aka, nech puldan bular? 50 million kami bor. Qancha qildi bozor? Bozor qancha qildi? 48 million 700 ming so'm savdo bo'ldi xonajinimiz. Ikkalasi. Bizdan ko'rib baho berasizlar. Buzoq aka bular, ha? Buzoq variantidan. Nomer aytib ketay ishqibozlarga. Nimaga aytang? Nomer 77lik 300 5515 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. To'liq ma'lumot egalaridan olasizlar. Bozorlarimiz o'ta tiqilish, buni ko'rsatishdi. Iloji bo'lmayapti akalar. Kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Mollar o'ta sifatli. Cho'rni piyostra, rossiyskiy sigir qilaman degan obunachilarimizga o'ta go'zallaridan tavsiya qilamiz. Yangi Qo'rg'on chorva bozorida kelib ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Akalar, mollarimiz o'ta chempion mollar chiqadi bu bozorga. Nomer 1, taglari qora ekan, bunisi oq yelin ekan. Narxlarini so'raymiz hozir. Bo'ylari 1.40 atrofida. Nech puldan deyapsiz aka? Qanchadan deyapsiz? 35 million so'mdan baho etishyapti ekan. Xonajin akalar bular. Qochmagan qisir xonajinlarimiz. Bunisi 1.40 chiqadi, bunisi 1.30 ga borib qoladi bo'ylari. Savdosi qancha bo'ldi aka? 55 million so'mgacha savdo bo'libdi. Ikkalasi. Kurashchi yorganmi aka? Yo'q, buzoq. Buzoq ekan, ha?